Mana ko'rib turganingizdek, eski tomni olib tashlab, yangi bunaqa senish panel qo'yib berganmiz zakashi uchun. Mana ustidan profildan karkasdan qo'yib beramiz quyosh panellari uchun. Mana bu yerga ham karkaslarimiz tayyor. Mana mana gruntovka qilib kelyapti. Bu yerda ham xudo xolasa ozgina avvalgi ishlari qolgan. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'tish kerak. Quyosh panellari 3 kundan 5 kungacha o'rnatish vaqtini oladi, ya'ni uylarga o'rnatish. U 4 ta etapdan iborat bo'ladi. Ya'ni birinchisi mana shu tom bo'lsa, tom ko'riladi, shunga qarab proyekt tayyorlanadi. Ikkinchisi bu panel bilan invertorlar, ya'ni 2 bilan 3-etapi panel bilan invertorlarni o'rnatilinadi. To'rtinchisi bo'lsa, mana shu panellar anaqalari stansiyasi tarmoqqa ulanadi. Xo'p, kimga mana shunaqa katta ob'yomda quyosh panellari o'rnatilish kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.